Assalamualaikum dostlar, yaxshi tutdinglarmi? Bugun o'qigan kitobimizning ismi Tahirning singlisi. Mening beumahkam ba, men ashkamga bek amraq. Sizlarning muhkamli barmi? Assalomu alaykum umaq balalar, yaxshimisizlar? Bugun Tam haqida hikoyalar nomli yurishi kitoblar ichidagi Tamning singlisi nomli kitobni o'qiymiz. Sizlarning bu kitobni texmi bek yaxshi ko'rishinglar uchun personajlarning ismini Uyg'urcha ismlarga almashtirib o'qib berishimni xohlamsizlar? Amsa boshladik. Tahirning singlisi. Tarjima qiluvchi Maryamgul Tursun. Bayramlarmi o'tib ketdi. Dadam ikkimizning tug'ilgan kunimi o'tib ketdi. Yangi o'qish mavsumi boshlanish oldida onamning qo'rsuqi borgan-sari yo'g'inashga boshladi. Qarmoqqa buvoq bardak qiladi. Men qo'limni onamning qo'rsuqiga qo'ysam, xuddi to'lqin ko'tarilayotgandek bilindi. Bu buvoqning putqulni to'xtamay harakatlantirish ekan. Balkim u bek zerikib ketgan chog'i. Bugun onam doktorxonaga ketgachga dadam yasliga meni olg'ili kelibdi. Bu vaqt tug'ilganda biz doktorxonaga keldik. Dadam bek hayajonlandi. U peshtaxtda yugurgandek tez chiqqanligidan men uningga yetisholmay qoldim. Biz oppoq bir yotoqqa kirdik. Men onamning qo'yniga o'zimni atmoqchi bo'ldim. Biroq u uxlab qolgan edi. Kela qarg'ina, dedi dadam kichik bir karavotni yeniq berib, engishgunicha ostag'ina. Qiz bola, ismi Elnur. Oy, u ajab kichikina. Uning yuzlari purlash, xuddi so'lishib qolgan olmadekla. U faqat kichik qizchaqqa o'xshamaydi. Elnur ko'zini ochib men qaradi. Yaxshimisan, Elnur? Men oningdan ahvol so'radim. U menga inchika ovoz bilan yig'lab javob berdi. Bu menga bak qiziq tuyuldi. Onam menga doktorxonada Elnur bilan yana bir qancha kun turdiganligini aytdi. Nemishqa? Sizlar og'rib qoldinglarmi? deb so'radim. Albatta undaq emas, deb kulib qo'ydi onam. Uyga qaytgandan keyin dadam ikkimiz Elnurga hujra tayyorladik. Dadam hujra temaga yangidan qog'oz chapladi. Men harakatlanib nurg'un gulchambaraklarni yosadim. Men o'yinchoq yuk avtomobilimni Elnurga bermoqchi bo'lib, uni Elnurning karavoti ostiga qo'yib qo'ydim. Shanba kuni onam Elnurni elib qaytib keldi. Nurg'un kishilar ularni ko'rgili keldi. Ularning ba'zilarini men ko'ribmi baxmagan ekanman. Elnur katta bir sovg'a bo'ldi. Hammalar uni quchoqlaydi. Chiroyli deb maqtashatdi. Hech kimning men bilan qori bo'lmagandek g'ayribsinib qoldim. Men Elnurga top o'ynab berib Topni uning bo'shkiga tashlab salg'ili tasli qoldim. Onam darhol meni to'sib oldi. Chunki Elnur uxlayotdi. Onam menga Elnur uxlayotganda ovoz chiqarmasligimni topiladi. Biroq u doim uxlayotdi. Elnur kechida bek yig'laydi. Uning yig'isidan uyg'onib ketdim. Onam uni to'xtamay bazlaydi, sut ichiratdi. Men onamdan Elnurning uyimizda qanchalik turdiganligini so'radim. Onam menga Elnurning singlim ekanligini, uning mangu biz bilan birga turdiganligini aytdi. Elnur yig'lasa, yaslida o'rgangan bolalar naqshisini aytib beratdim. U darhol yig'idan to'xtaydi. Dadam faqat meningla Elnurni baziyalaydiganligimni degan edi, ko'pchilikning hammasi meni maqtadi. Tushdan keyin pechini prani yeydigan chog'da men Elnurga sut ichirdim. Onamning deyishicha,
Elnur men süt içirsem bek yaxşı içidi ekan. Gerçi Elnur daim yığılısımı, men bilen birge top oynay almasımı, men singlimga yanala bek amraq. Men Elnurning mitek putlarini tutup, bedenlerini qıçıqlap qoysam, o bek hoş bo'lib kulib ketadi. İkimiz billa bo'lsak, nima degan ko'ngillik a? Yoqtirdinglarmi omoqlar? Ukisi bo'lsa nima degan ko'ngillik a? Amsikilar sonni ko'rishkish amon bo'linglar. Allohga omonat.